Assalamu alaikum, Temur Avtodiagnostika Instagram kuzatuvchilar, sog'mi, salomatmisizlar? Bu yoqda gullar qizdi. Havo endi bu yon tarafida yozning chillasi 35-40 gradus bo'ladi. Sizlar mashinada yurgan vaqtda birinchi kerak bo'ladigan narsa konditsioner bo'ladi. Bu Temurbekda xudo xolasa konditsioner xizmatlari bor ekan. Ko'rib turganlaringizdek avtodiagnostika, motor, ходовой, avtochexol, amortizator, любой mashinalik ishchangiz bo'lsa xudo xolasa bitib ketadi. Kelib turib, misol konditsionerlarni diagnostika tekshirib beradi. U bepul. Xudo xolasa gelip shunday sifatli servislar kerak bo'lsa, Instagram profilini gördüm, ish istoriyani gördüm deb kelsangizlar, xudo xolasa chegirma qilib beraman deb turibdi Temurbek. Temurbek qisqacha aytib aytdik. Hozirgi kunda ko'chalar qiziq endi bu yoqda yozda chillasi 35-40 gradus bo'ladi. Bu yon tarafda birinchi kerak bo'ladigan narsa mashina konditsioner kerak bo'ladi. Konditsionerni qisqacha tushuntirib berib ketsangizlar, чтобы kim konditsioner qidirib yurgan bo'lsa, mashinani misol kim gerek qidirib topolmagan olsa, shular uchun foydali video bo'ladi deb o'ylayman. Sizlarga proverka etib berishni, konditsionerni ko'rib berishni bepul aytib qo'ydim. Konditsioner proverka bepul, любой mashina, farqi yo'q. Diagnostika ham bepul. Ha, diagnostika. Ko'rib berishni bepul aytib qo'ydim. Ha, tablisada chek yanıq qasa. Hayır. 3 ay lekin shu yoz oyida. Yoz oyida 3 oy qo'yib berasiz. Lekin 50 ming so'm, 30 ming so'mdan boshlanadi. Ha, proverkasi, ha. Kelasiz, original necha konditsionerdan aytib berasiz? Zero Zemba. Ha, Amerikanskiy 2 xil gaz. Amerikanskiy. Ularning narxlarini xudo xolasa kelsalar, Shu videoni ko'rib keldim desa aytgan senamdan 50 ming so'm qaytib beraman. Yurtdo'stlar, hurmatli obunachilar, ham aytgan senasidan 50 ming so'm qaytib beraman deb turibdi. Qo'shimchasining ichida 3 dona diagnostika, chek, konditsioner proverkasi ham bor ekan. Misol bir konditsioner uchun kelmaysa, kelib turib, misol ходовой motorlaringiz bo'lsa, mashinalaringizni amortizator, chexol, shunday servislar kerak bo'lsa, bemalol kelib turib, Temur Avto xizmat Instagram'a murojaat etinglar. Misol manzilni ham qisqacha tushuntirib o'tamiz. Dayva Texnik yonidan kirib kelasizlar, Urtex gilam magazini arkasında joylashgan bo'ladi. Kimgadir shunday sifatli servis xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol kelib murojaat etinglar. Agar shu video kim qidirib yurgan bo'lsa, foydalanib qidirib yurgan odamlarga tashakkur qo'yasizlar deb umid etaman. Rahmat hammaga.